Ha, Omadjon dedi-da, baqirdi. Uyga borsam yangi anaqa muzikal sentr. Endi muzikal sentrda e'tibor bergan bo'lsangiz, oldin monitor bo'lmaydi-yu, ustida mana bunaqa ekranchasi bo'ladi-da. Ekrani bo'ladi-da, har xil mana bunaqa narsalar o'ynab turadigan. Endi yangida ana salafonimni olingan bo'ladi-yu, endi endi u paytda men bo'lmagan bilmayman esimda-yu, tog'am bo'lsa tak chiroyli qilib qo'ygan. Xudo qaradim, voy zo'r ekan-a dedim. To'xta, muzikani eshitdik, u yoq bu yoq qildik-da. Qilgan ishimni qarang. Men qarang, yo'lovchi men televizorda zo'r bitta anaqa bilaman, ko'rib qoldim, bitta eksperiment dedim. Jiyanim meni qiziqardi, har xil eksperimentlar qilib ko'rardim-da, u qiziqib, bu narsalar portlatib, bu narsalar yondirib, bu narsalar qilib tashardim. Keyin nima dedi. Gugurt olib keling dedim. Kuxnyaga shunday chiqdi, gugurt olib keldi, gugurt olib turib, oynasi bor, yengisi. Shuni hozir yonadi mana shuni deb. Mana shunday qilib oqqa yondirganman-da. Men qiynalib yurib, marchaqchaga oxir yondirganman, bir 3-4 ta gugurt sinibdan bo'lgan. Oxiri yondirib, aqalim yongan cho'tga, yaxshi. Qarasak, izlari turibdi. Keyin sekin artib boramiz deb bitta artsak, artilmaydi-yu. What? Voy, artilmayapti, ketmayapti-da-yu. Yana olib chiqing deb latani ho'llab olib chiqdi, artdik bo'lmadi. Spirtlarni topdik, spirtlarni bundoq tekizib artib ko'rdik-ku, bo'lmayapti. Spirtni artdik, sal erib ham ketdi shekilli, yani nimasi. Mana bunaqa g'alati bo'lib qoldi, mutniy bo'lib qoldi. Voy, endi nima qilamiz? Oxirani qanaqadir lata bilan artib tekizladik. Endi tog'am shunaqa shipitsilni edi, bu nimasini yaxshi ko'rardi-da, endi melaman odam baribir bilasiz-ku. Hozir bizning mashinamiz, o'zimiz mashinamizni yaxshi ko'ramiz, shunaqa kimdir o'sha. Shuna keldi deb. Men narigi xonadaman. Kech payt keldi ishdan. Ha, Omadjon dedi-da, baqirdi. Uy, tinchlik dedim, yo'q, bo'lmam bir payt shapatlar urib. Bichara jiyanim mana shu kaltagan. Keyin u paytda o'ylamagan ekanman, yosh bola bo'lganmiz, endi qo'rqib, yig'lab chiqib ketganmiz ko'chaga. Men yig'lamaganman, jiyanim yig'lagan, yurdi biz ekan. Lekin meni tog'am tegmasdi. Yaxshi ko'rardi tog'am, rahmatli. Keyin o'zini bolasi bo'lmaganligim uchun tega olmasdi, menimcha. O'zini bolasi bo'lgan uchun. Keyin ko'chaga chiqib, becharamni yupatib, magazinlarga kirib, juvashkalar olib, narsalar qilib, oila sog'intirib shunaqa qitmir bo'lganman. O'sha yemagan somsasiga jiyanim pul to'lagan.